Assalomu alaykum aziz komsomolliklar, hurmatli marhamatli aziz mehmonlar. Mana Shamsomolimizda, mana bu Mahmudjon ota biznes zapravkasining yonida stroy material do'konimiz ochilgan. Kelaverasizlar, dastavka xizmatlari besplatniy. Nima kerak bo'lsa, mana shu yerga kelaverasizlar, kafe ekinlaymi. Mana qishlaka bloklarimiz ham bor. Kelaverasizlar, mana instrument, jihozlar, santexnika, xo'p, manaqa turbalarimiz ham bor, azbest turbalarimiz. Kelaverasizlar. Mana bunaqa miqlar, samarezlar, bunaqa mana arra, tesha, bolta, antina, bunaqa jihozlarimiz ham mavjud. Shpatel, mana bunaqa ketmon sopi, xo'p, kiloli simlarimiz, bunaqa mana santexnika, elektr jihozlari, mana kabel, shilyanka deysizlarmi, nima kerak bo'lsa, mana kelaverasizlar. Bu yerda mana bochkalarimiz, qora qog'oz, setka, bunaqaligi nima deydi, shpakilovkaga ketadigan bunaqa ustalarga bunaqa jihozlarimiz ham mavjud. Mana dushovoy vannaga mana bunaqalarimiz ham mavjud, kelaverasizlar. Mana bunaqa santexnika jihozlari ham mavjud. Mana bu kraskalar bor mana. Xo'p, kanalizatsiyaga ketadigan narsalar deysizlarmi? Mana bunaqa narsalar. Mana bunaqaligindaqa vannalar bor. Xo'p, manaqa nimalar nima deydi? Mana uni xullas manaqa yaltiroq qog'ozlarimiz, issiq suv, suv turbalarimiz bor. Vadamiy so'mlik kile deysizlarmi? Mana kraskalar. Xo'p, mana bu yerda yana santexnika jihozlari. Kelaverasizlar. Dastavkalarimiz besplatniy.